Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, Vodiy Chorva kanali obunachilari. Bugun 18-iyun 2026-yil Andijon viloyati Asaka tumani Qayrag'och mahallasida Olstagan fermasiga kelganmiz. Bu yerda shunaqa zotli mol ishqibozlariga Estonga gibrid bir juft xunajinlar bor ekan, Xudo xolasa zotiga ustaligidan. Chiroyli mol bo'ladi. Xudo xolasa boqsa zo'r uyga sigir qilib oladigandan bir juft bor ekan. Mollarni ko'rsatib o'tamiz. Ana pastki holatlar. Mollar fermadan, joyidan o'ta chiroylilardan so'raganlarga. 2 tadan sirg'alari bilan turibdi mollar. Yosh bo'lsa ham veslari mana orqalari pachka, oyoq qo'llari butun, sog'lomidan so'raganlarga. Keyin bularning yaxshi tarafi sutdan chiqqani. Sistemda holatidan o'tgan, Xudo xolasa mana yeb turganlaridan sotilyapti. Siliosni bemalol yo'radi. Silios sezon boshlanyapti mana. Hamma aholi baribir silios oladi. Bemalol shu siliosni olib qo'ysa, o'shan bilan boqaveradiganlar. Mollar o'ta yuvosh. Bunimiz bor, bu kichikroq. Lekin zoti bir xil, ikkalasini ham o'sha gibrid variantidan. Kim shunaqalardan qidirgan bo'lsa, bola olaman, uyga sigir qilib olaman degan bo'lsa, aynan o'shalar bor. Narxini aytamiz. Bu kattarog'imiz 28 million xayri bor. Bu kichikrog'imiz 19 million xayri bor. Endi kamiga keladigan bo'lsa, kami sizdan. Biz mollar holatini ko'rsatdik. Bu 3-4 oy atrofida va 5-6 oy atrofi taxminan shunaqa holatdagi mollar. Lekin yeb-ichish zo'r, sog'lig'i zo'r, emlangan, hamma ishlar qilib qo'yilgan. Sizdan faqat olib borib baholasa boqsiz bo'ldi. Boqsiz bo'ldi. Zo'r mol bo'ladi. Bolani ham zo'ridan beradi, Xudo xolasa. Ancha katta, yirik mol bo'ladigan. Nomer qoldiramiz, lakasda tashlash beradi. Boshqa bo'g'oz mollar ham mavjud. Ishqibozlari kelaveradi. Salomat bo'lasizlar. Bizni like bosib qo'llab-quvvatlashni unutmanglar.